Assalomu alaykum. Mazali taomlar kanaliga xush kelibsizlar. Bugun alivi salatini tayyorlaymiz. Alivi salatini tayyorlaganimizda pishgan kartoshkalarni to'g'rash qiyinchilik tug'diradi. Kartoshkalarimiz ko'pincha bo'linib ketadi. Men ko'rsatgan usulda tayyorlasanglar, kartoshka shakli juda chiroyli bo'ladi va bo'linib ketmaydi. Bizga kerakli mahsulotlar: go'sht, sabzi, kartoshka, tuxum va bodring. Mana o'z tanlovim bu gektar mahsulotlar bo'lib, ishlatishga juda ham qulay, sifat jihatdan juda ham sifatli, ekologik, toza. Oila a'zolarimizga birdek yoqadigan mahsulot. Korzinka, makro marketlardan bemalol topishingiz mumkin. Birinchi navbatda tuxum va go'shtlarimizni qaynatishga qo'yib olamiz. Endilikda 40 minut davomida qaynab pishib chiqqan go'shtimizni olib olamiz va mayda to'rtburchak to'ralgan qizil sabzilarimizni solib olamiz va yana 10 daqiqa davomida pishirib olamiz. Hamma o'z xohishiga qarab sabzini ko'paytirsa yoki kamaytirsa bo'ladi. Men ko'proq solaman, chunki shirin chiqadi. Mana sabzimiz ham pishib chiqdi. Endi kartoshkani solib yana 5 daqiqa davomida pishirib olamiz. Mana endi tuxum va bodringlarimizni artib tozalab olamiz. Mani tanlovim gektar mahsulotlar bilan birgalikda. Bodringimizni ham mayda to'rtburchak qilib to'rab oldik. Go'shtimizni ham xuddi shu shaklda mayda to'rtburchak qilib, chiroyli qilib to'rab olamiz. Endi tuxumimizni ham artib, chiroyli qilib to'rab olamiz. Mana hamma mahsulotlarimizni ketma-ketlikda artib to'rab oldik. Mayonez ham esdan chiqmasin, albatta. Endilikda kartoshka va sabzimizni sovitishga olib qo'yishimiz kerak. Sovigandan keyin hammasini ketma-ketlikda solib aralashtirib olamiz. Mana kartoshka va sabzimiz sovidi. Endi go'sht solamiz, bodring solamiz, tuxum solamiz va yashil nahot solamiz. Oxirgi navbatda mayonez tabga ko'ra solamiz. Mana alive salatimiz ham tayyor. Sizlarga esa yoqimli ishtaha.